Manzarani qara, go'zalligini qara. Va go'zal joyga go'zal qizlar yarashadi. O'rtoq, ayni menga qizlar kerak emas. Sanlar qizlar degan faqat mana shunaqa narsani cho'ng'ilmalari ko'zni qulatib yurish mumkin-ku. Jamoz o'zim shu yerdan topib olaman. O'rtoq, basseyni zo'r ekan, suv top-toza, cho'mi. Basseyni katta ekan. Shu nimadir yetishmayapti menga. O, yetishmayotgan narsani topdim-ku. Девушка, подождите, меня один вопрос есть. Ты готов? Я хочу купаться, понимаешь? O'zbekcha gapir, qiynalib ketding. Yaxshi qiz, shu yoshimda cho'milganda cho'kib ketganman. Kimdir ushlab turish kerak-da. Shu ushlab turing, cho'milib oling. Nima? Meni o'ylayapsan? Qiz nima dedi? Deb. Mashaqa dedi. O'rtoq, men surishtirib bildim. Bu yerda faqat oilaviy o'zini xotini bilan qo'yar ekan. Oilaviy? Ha? Ne voqeatingsan? Ha, yuzi. Bola qaralaring, bu yerda Yevropa ham milliy taomlar bor ekan. Xohlaganlaring yesalaringchi. Albatta. Olay qo'lingni. Og'ayni ko'rinish yumshoq ko'ringani bilan qo'li qattiq ekan. O'rtoq, sharoitlar zo'r ekan. Bir ichamizmi? Sen bilan. Aliyo xotin tez tog'dagi yangi ochilgan ukam Michelin mehmonxonasiga kelgin. Manzilimi? Eski bochkadan 2 kilometr teparoqda. Ayollarga alohida basseyn ham bor ekan. Lekin ovqat sandan yaxshi qilishar ekan. Adasi o'rtoqlaring nega xotini bilan chiqishmadi? Ha, ular degina qizlar bilan chiqmoqchi edi. Menga ham taklif qilishdi. Men ko'nmadim. Men xotinim bilan chiqaman dedim. O'zim mayibchi. Xotin yur karaokega. Sen yoqadigan seni sevaman degan ashula aytib beraman.